Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Deno Cherry avtosalonida katta yangiliklardan birini Shohrux ukamizni o'zi sizlarga batafsil tushuntirib beradi. Xuddi shunday. Birinchi yangilikdan boshlaylik. Bizda hozir Cherry avtosalonimizda juda katta yangiliklar, yangilik ham ko'p. Hozirda Cherry Tiggo 2 Pro mashinamizni 40 million so'm foydada xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari eng kami 25% to'lab 36 oyga o'zini pulini bo'lib to'lashga xarid qilish ham mumkin. Men sizga mashinalarni hammasini bitta-bitta ko'rsatib tushuntiray. Bo'lmasa buni o'zi tan narxi necha pul edi? Buni hozirgi narxi 214 million 900. 40 million so'm foydada xarid qilsangiz 174 million 900 bo'ladi. Ya'ni Mashina. 175 million. Xuddi shunday. 175 millionga bemalol olib chiqishingiz mumkin. Bu modelimizda o'zi bitta pozitsiya bor, ha? Boshqa pozitsiya emas, o'zi bitta pozitsiya bo'ladi. Birinchi pozitsiyasida ko'rib turibsiz, tomida luklari bo'ladi, LED fara bo'ladi, orqa zadniy kamera bo'ladi, zadniy datchiklari ham bor, ichlari kojunli bo'ladi. Keling bitta ichkari salonlarni ko'ring. Deyarli hamma qulayligi bor bu Xuddi modelda. shunday. Hamma qulaylik, komfortlari mavjud. Sidenlar hamma yog'i koja. Sidena koja, rul kojunli. Mashina ko'ribsiz, polni qoraytirib qo'yganmiz. Tonirovka hamma yog'i beton. Xuddi shunday. Beton tonirovkada. Mana o'rtoqlar, ko'pchilik ichi tor deydi, lekin mana bemalol o'tiribman o'zi. Ancha ichi ham anchagina keng. O'zingiz yana ham xohlasangiz bemalol kelib mana shu yerda haydab ko'rsam bo'ladi, to'g'rimi? Undan tashqari test drive xizmatimiz ham bor. Tiggo 2 Pro mashinamizda kelib, pravalarni olib keladi. 20 minut ichida mashinani xohlasa test drive qilib ko'radi, xohlasa to'lov usullarni tushuntirib chiqarib beramiz. Bemalol kelib deyarli haydasib ko'rsa bo'ladi. Xuddi shunday. O'zini eski mashinasi bilan ham almashtirsa bo'ladimi hali ham? Eski mashinasi bo'lsa, trading xizmatimiz mavjud. Eski mashinasini boshlang'ich to'lovga olib qolamiz. Boshlang'ich to'lov bo'lib qoladi. Yangi mashina qilib beramiz. Xohlasin Tiggo 2, xohlasalar Tiggo 7, xohlasalar Ariza 6, xohlasalar Tiggo 8 gibrid va benzinli. Deyarli hamma modelni almashtirsa Xuddi bo'ladi. shunday. Hamma mashinaga almashtirsak bo'ladi. Yana qaysi modellarimizda yangilik bor? Undan tashqari hozirda Ariza 6 bor. Ariza 6 ga esa 25 million so'm foydada xarid qilishi mumkin. Bunda ham hozir rastrochkalar bor. Eng kami 30% to'lab, o'zini pulini eng uzoq muddat 5 yilgacha to'lasa bo'ladi. Hozirda. O'zini puli hech qancha ortiqcha penya, foiz qo'shilmaydi. Foiz, penalar qo'shilmaydi. Eng uzoq muddat 5 yilgacha. Bu modelimizda o'zi nechta pozitsiya bor? 3 ta pozitsiyasi bor. Narxiga kelsak, narxi 239 mashinamizda. Hamma qulaylik, komfortliklari bor. Sidenalar qiziydi, rul qiziydi, orqa oldini ham, oldi o'rindiq ham hammasi qiziydi. Tomida luki ham bor. Undan tashqari 360 graduslik kamera, adaptivniy cruise control, полоса упражненияsi, rul упражнения, Eco Sport rejimi. Bitta knopka bilan 360 graduslik kamerani ko'rishingiz mumkin. Yoningizda, orqangizda bemalol. Undan tashqari orqa sezgir datchiklari ham bor. Bu modelda, ha? Arqa o'rindiqlarini ko'rishingiz mumkin. Arqa o'rindiqda ham konditsioneri bor. Bemalol mana shu yerga bor. turib ham boshqarsa bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday barlari ham bor. Bu modelimizda ham kengligi ancha keng, mana ko'rib turganingizdek, bemalol o'tiribman. Masofa. Ancha keng, masofa bor. Bu modelimizga gaz qo'ysa bo'ladimi? Qo'yib beramiz. Xohlasalar shaharda o'zida avtosalondan qo'yadilar, xohlasa ko'chadan qo'yadilar. Qo'ysa bo'ladi. Propan ham, metan ham ketaveradi. Demak, buyurtma asosida shu salonni o'zida ham gazlashtirib bersa bo'ladi. Xuddi shunday. O'zi buni rasxod qancha benzinda? Hozirda buni rasxod 7 litrcha benzin xarajat qilyapti. Aralashdi. Deyarli uncha rasxod emas. Kam. Bak hajmi 48 litr bo'ladi. Yana qanaqa modellarimizda bor? Undan tashqari bizda hozir yangilangan Restyle 2026-yilda chiqarilgan Tiggo 7 Pro mashinamiz bor. Buni narxi 344 million 900. Bu yangilangani shu, ha? Yangilangan versiyamiz. Oldi oblisovkada o'zgarish, arqa fer, arqa o'rindiqlar, polni o'zgarish bor, ichkari salonda ham o'zgarishlar bor. Ko'rishingiz mumkin. Keling bitta mashinani ichini ham ko'ring. Bu modelimiz nechta pozitsiya bor bunda? Bunda ham 3 ta pozitsiyasi bor. Shunday yongandan pad muzika yonar ekan-a bu? Xuddi shunday. O'tirasiz, odam kayfiyatini ko'tarar ekan-da. Sidenalari elektronik sidena bo'ladi. Bemalol boshqarishingiz, oldi, arqa, tepa, past qilishingiz mumkin. Lift ham bor sidenada. Payment sidenalari ham bor. Undan tashqari cruise control, klimat kontrollari bor. Klimat kontrol 2 etapda bo'ladi. O'zingiz 18, narigi tarafda 20 gradus qilib yaxlatishingiz yoki qizdirishingiz mumkin.
tomida panorama bo'ladi, lukda o'zi bo'lmaydi, bunda panorama bo'ladi. Ichkari saloni qora rangda bo'ladi. Qora Hozir eko koja bo'ladi. hozir mana shu eng fuli mana shu. Ikkinchi pozitsiyasi. Ha, ikkinchida hali panorama. Xuddi shunday. Birinchi pozitsiyasida ham panorama bo'ladi bunda. Yo'q. Hamma pozitsiyasida panorama tom bo'ladi. Buni juda ko'pchilik trekkerga solishtiryapti, lekin ko'rib turganingizdek bu trekkerdan ancha-muncha ustunligi ko'p. Shunday qulayligi, komfortligi har taraflama. Buni qulay va necha zo'r. foiz boshlanish to'lov bilan chiqarsak bo'ladi? Buni hozirda eng kichkina kam summa 15% bilan chiqarsa bo'ladi. Faqat avto lizing tartibida bo'ladi. Agar avto kredit yo rasstrochkada chiqaramiz desa, eng kam 25% bilan chiqarsak bo'ladi. Rasstrochka muddati 5 yilgacha qilib beramiz. 5 yilgacha. Tushuntirib, o'zimiz chiroyli qilib beramiz. Xohlasalar ushbu mashinaga ham test drive'imiz bor. Ariza 6 ga ham, Tigo 7 ga ham test drive bor. Keladilar, bitta pasport bilan test drive qilib ko'rishlari mumkin. Istalgan mashinalarni. Xohlasin Tigo 8, xohlasinlar Tigo 7, xohlasa bu mashina. Ko'pchilikda istagi kommentariyaga juda ko'pchilik yozgan gibrid haqida bir batafsilroq ma'lumot bering. Gibrid haqida ham beraman. Bizda hozir gibridda 3 ta gibridimiz bor. Arizo 8, Tigo 8 va Tigo 9 gibrid mashinalarimiz bor. Xohlasangiz Tigo 8 ni benzinlisi ham. Tigo Ham 9 benzin, ham gibrid. Benzinli motor, gibrid motori ham bor. Tigo 9 da ham xuddi shunaqa benzinli gibrid motorlari bor. Hozir bu ko'rib turgan mashinangiz Tigo 9. Bu gibrid ha mana shu. Gibrid. Mana shu model haqida bir batafsilroq ma'lumot bering. Bu yangi keldi. Yangi keldi. Shu mashinamiz Tigo 9 gibrid bo'ladi. Bunda 463 ta ot kuchi bor. Bunda ikkita yurak bo'ladi. Biri benzinda, ikkinchisi tokda bo'ladi. Xarajatlari yaxshi kam. 5 litr benzin xarajat qiladi. Benzin baki 70 litr. 70 litr benzin baki. Bitta to'liq zapravka qilsak bitta. Bitta to'liq zapravka qilsangiz 170 km yurib beryapti. Hozirda mashinamiz. Benzinni o'zida. Xuddi shunday. Yo'q, benzinda emas, tokda o'zida 170 km. Tokda o'zida. Tokda o'zida. Opshichi? Opshi 1200. Bitta zapravka qilasiz 1200 dan oshiq. Xuddi shunday. Bitta polniy bak zapravka qilsangiz juda untarkansizda zapravka. Hamma qulayliklari bor mashinada. Hamma komfortligi bor deyarli. Xuddi Sony kolonka oblisovkalar. Sidenalarda pamyat sidenalari bor. Bu tarafdan eshikdan to'g'rilashingiz mumkin. Tepa, past, yon qilib. Ikkita ekran bo'ladi. Bitta katta, bitta kichkina ekran. Rullar kojani, sidena koja. Tom panorama bo'ladi. Беспроводной zaryadchiklari, xolodilnigi ham bor, undan tashqari hamma qulaylik, komfortlik bor. Deyarli hamma komfortligi bor. Buni necha foiz boshlanish to'lov bilan xarid qilsa bo'ladi? Buni hozirda eng kami 25% bilan chiqarsa bo'ladi buni ham. Faqat avtokreditda chiqarib beramiz. Kelsalar, tushuntirib, qulayliklarni aytib beramiz. Rassrochka ochilgan bu model? Bor, rassrochkamiz ham bor ushbu mashinamizda. O'zini pulini to'lab chiqarsa bo'ladi. Xuddi shunday, o'zini pulini muddat ichiga to'lab beradi. Necha foiz boshlanish to'lov bilan to'lab chiqarsa? Eng kami 30%. 30% boshlanish to'lov bilan chiqarsa, o'zini pulini qolgan muddatga bo'lib to'laydi. O'zini pulini, to'g'ri. Xuddi shunday. Mana o'rtoqlar, gibrid so'raganlar uchun xuddi shu modelda benzini ham bor, Xuddi benzinlisi ham bor. Benzinlisi 2 turbina motor bo'ladi. Bu 1.5 turbina. Narxi farq qiladimi yo'qmi? Tokiga kelsak, Toki 589, benzinlisi esa 539 million Uncha bo'ladi. farq qilmas ekan bir-biridan. 589 900 или 539 900. Bu hozir 9 buni 8 ham bor. Tigo 8 ning gibridi bor, keling bitta ko'rsataman sizga. Mana bunisi. Deyarli gavdasi ham uncha farq qilmas ekan Bu bir-biridan. Tigo 9 katta. Kattaroq, Xuddi shunday. Tigo 8 dan ko'ra enliroq. Bu Tigo 8 imiz, motori 1.5 turbina bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday ikkita yurak bo'ladi. Birinchisi benzinda, ikkinchisi tokda bo'ladi. Tokda o'zida zapaska hodi 100 km bo'ladi. 100 kmgacha yurib beradi. Ichkari salonini bitta ko'ring. Nechta pozitsiya bor bu modelda? Ikkita pozitsiyasi bor. Bu hozir nechinchi pozitsiya mana shu? Birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyada ham hamma komfortligi bor. Sony kolonkalar oblisovka, rullar koja, sidena koja, ikkita monitor, panorama tom, беспроводной zaryadchik, adaptivniy cruise control, полоса упражнения, rul упражнения, payment sideni, hamma qulaylik, komfortlik bor.
Bunga kelsak, lekin buni o'rindig'i 7 o'rindiq bo'ladi. 7 tami? 7 kishi o'tiradi. Orqada yana 2 ta o'rindig'i bor, undan tashqari. Tigo 9 da ham xuddi shuni 7 o'rindiqli bo'ladi. Saloni ham ancha muncha keng ekan lekin. Buni necha foiz boshlang'ich to'lov bilan chiqarsak bo'ladi? Buni ham hozirda eng kami 25% boshlang'ich to'lov bilan chiqarsa bo'ladi. Agar bu mashinamizni naqd to'lab xarid qilaman desalar, 30 million skidka qilib beramiz mashinada. Naqd pulga xarid qilinsa. Xuddi shunday 30 million so'm skidkamiz bor. Tigo 9 da esa 40 million so'm skidkamiz bor. U ham naqd pulga xarid qilinsa. Naqd pulga xarid qilsalar 40 million. Bu modellarimizda ham test drive bormi? bor. Bemalol kelib haydab ko'rsa Haydab bo'ladi. ko'rsalar bo'ladi. Bemalol Cherry Deno avtosalon kelib istalgan modelda haydab ko'rsangiz ham bo'ladi yoki o'zingizning eski mashinangizni olib kelib ham istalgan modelga almashtirib, ya'ni trading xizmatidan foydalangan holda almashtirib ketsangiz bo'ladi. To'g'rimi? Xuddi shunday. Eng muhimi, bizda rang uchun pul to'lanmaydi. Xohlagan ranglarni kelib xarid qilishlari mumkin. Oq desa oq, qora desa qora, xohlasinlar kumush rang, xohlagan ranglardan qilib Hammasi bor. Oddiy odamlar ham hech qanday davlat ishida ishlamaydi, shu fuqarolar ham xarid qilsa bo'ladimi? Xarid qilsa bo'ladi. Ish haqi talab qilinmaydi. So'ramaymiz. Ish haqi kerak emas bizga. Boshlang'ich to'lov bo'lsa, bo'ldi, mashina qilib beramiz. Xohlagan, istalgan mashinalarni. Bemalol yana ham o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, pastdagi kommentariyaga yozsangiz ham bo'ladi. Shohrux ukamiz o'zi o'qib birma-bir sizlarga ma'lumot beradi yoki kuning istalgan paytda pastdagi raqamga bog'lansangiz, batafsilroq ma'lumotni va Shohrux ukamizni o'zi sizlarga yetkazadi. Tanlovda adashmang, sizlarni Cherry Deno avtosalonida kutib qolamiz.